Rossiyada yashashni, ishlashni yoki keyinchalik fuqarolik olishni xohlaysizmi? Unda sizga RVP kerak. Lekin eng qizig'i, hamma uni kvotasiz olishi ham mumkin. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Ko'plar o'ylaydi, RVP olish qiyin, hujjatlar ko'p, navbat uzun. Lekin agar sizda to'g'ri qarindosh bo'lsa, eshiklar ochiladi. Agar sizning eringiz, xotiningiz, farzandingiz yoki ota-onangiz Rossiya fuqarosi bo'lsa, RVPni kvotasiz olishingiz mumkin. Albatta, kvotasiz bu esa navbat kutmasdan yengilroq yo'l degani. Masalan, Rossiya fuqarosi bilan rasmiy nikohdagi odam RVPga to'g'ridan-to'g'ri ariza bera oladi. Yoki farzandingiz fuqaro bo'lsa, siz ham olishingiz mumkin. RVPni kimlar kvotasiz oladi? Eri, xotini Rossiya fuqarosi bo'lsa, ota-onasi Rossiya fuqarosi bo'lsa, farzandi Rossiya fuqarosi bo'lsa. Agar siz ham RVP olishni xohlasangiz, kommentariyaga RVP deb yozing, men hujjatlar ro'yxatini bepul yuborib beraman. Keyingi videoda RVPni qancha vaqtda beradi va nimadan boshlash kerakligini aytaman.